Samandarjon, Jizzax Havola avtosalonida qanday yangiliklarimiz bor? Yangilikni zo'ri M6 da bo'ldi, Elyor aka. Odamlarning talab va takliflaridan kelib chiqib, M6larimizga bir qancha o'zgarishlar kiritildi. Birinchisi, abrisovkamiz qora glyansivga o'zgartirildi. Avvalgisi eslasangiz, stanoy bo'lardi. Xo'p, ikkinchi o'zgarishimiz salon qismida bo'ldi aka. Qoraga oranjiy qilib, kojniy sideniya o'zgartirildi aka. Oldin sidenkasi juda ham zo'r bo'libdi. avtotikan edi. Mijozlarimiz shu tomonlama bizga e'tirozlar bildirardi. Biz taklif kiritdik, talablarimiz qondirildi aka. Yana o'zgartirishlar aka, monitorlarda o'zgarishlar bo'lgan. Android sistema 12.7 dyuymli monitorga o'zgargan. Ochib qo'yadigan joylar qo'shilgan, akfa printlar qilindi aka. Karbonoviy detalga o'xshash. Xo'p, yana eng katta o'zgarish aka hadovoyda bo'ldi. Max version hadovoy sistema qo'yildi aka. Bu yana ham yumshoqlik beradi mashinaga. Samandarjon, boplabsan lekin uka. Shunga yarasha 25 milliondan narx ko'tarilgandir. Elyor aka, insof sari baraka aka. Mashina narxida hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Mashinamiz tan narxi 279 million 900 ming so'm. Agarda siz 50% boshlang'ich to'lov qilsangiz, mashinamizda 36 oy muddatga o'zini pulini bo'lib to'laysiz. Oylik to'lovlar esa 3 million 800 ming so'mdan chiqadi. Sizni Jizzax Havola avtosalonida kutib qolamiz. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastda nomerlar qoldirilgan, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi.